Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar. Bugun yangi funksiyalarni sizlarga bo'lishamiz. Metodlar degan qismida ishchi varaq bor. Demak, sizga qaysi amal bo'yicha ishchi varaq kerak bo'lsa, tanlaysiz. Qo'shish, ayirish yoki ko'paytirish. Demak, bu yerda 2 xonali, 1 xonali sonlar nechtaligini tanlaysiz. 10 tami, 15 tami misol mana yaratishni bosganingizda bu yerda yaratib beradi. Buni chiqarib bemalol sinfda ishlatishingiz mumkin mana. Xo'p, javoblarni ham ko'rishingiz mumkin. PDF faylda saqlab olishingiz mumkin. Chop etish, keyin saqlab olsangiz, profilingizga saqlanadi. Mana saqlanganlar qismida bemalol foydalanishingiz mumkin. Bundan tashqari mavzu yuzasidan demak, xo'p, yana mavzu yuzasidan sun'iy intellekt orqali mavzularga, fanlarni tanlab turib bemalol ishchi varaqlar tayyorlashingiz mumkin. Crossword tayyorlash mumkin. Yana bir xohlagan mavzuni yozasiz, vatan misol uchun. Xo'p, crossword nechta bo'lsin? 8 ta, 10 ta, 15 tagacha crossword yaratishni bosasiz. Bosganingizda bu yerda sun'iy intellekt orqali demak mana tuzib beradi. Bu yerda savollari keladi. Xo'p, javoblarni ko'rish, mana javoblarni ko'rishingiz mumkin. Saqlab olishingiz mumkin. Profilingizda saqlanadi. Bundan tashqari PDF shaklda tortib olishingiz ham mumkin va bemalol foydalanishingiz mumkin bo'ladi. Xo'p, bundan tashqari o'yinlar, demak arqon tortish, guruhlash, xo'p, random, demak doskaga tanlab chiqarish bor. Bundan tashqari biletlar degan metodimiz bor, o'yinimiz bor. Va yana yangi metodlar qo'shishda davom etamiz. Bizni kuzatishda davom eting. E'tiboringiz uchun rahmat.